Ya aka, nima upakovka qilyapsiz? Buncha chiroyli. Buncha Bularni chiroyli bular ko'rinishi. haliginda obzor qildingiz-ku, yangi bir kishilik, bir qavatli adyollarimiz keldi-ku. Hozir reklama qilganlarimmi? Haliginda reklama qildingiz-ku. Bular bez upakovka reklama qildim-ku. To'g'ri, bu nimalarimiz o'zi Xitoydan biz upakovka keladi. O'zi bir kishilik adyollarimiz Xitoydan biz upakovka keladi. Endi bizning mijozlarimiz har xil telefon qilishadi, iltimos shunga bir yechim qilib beringlar deyishadi. Keyin biz ularga upakovkalarni ko'rsatamiz. O'zi bu Xitoydan biz upakovka keladi. O'shaning uchun kimdirlar qudandaga berishadi, kimdirlar sarpoga berishadi, kimdirlar sotganni, kimdirlar hadyaga berishadi, kimdirlar umridan kelganlarga berishadi. Shuni inobatga olgan holatda biz ularga yechim qilib beramiz. Mana chiroyli yechim qilib berganmiz. Mana hammasi hozir har xil qilib solib berdik. Mana juda chiroyli mana. Mana shunaqa yechim qilib berdik hozir. Endi bu rostini aytsam hadyagami, sotganimi men bilmayman. Men chiroyli upakovka qilib beryapman. Shuni ko'rsatdi, shu xaridorimizga shu upakovka ma'qul keldi. O'shaning uchun bir joyda ishlarni hal qilib yechim qilib beryapmiz. Hozir bular upakovka jarayonida ko'rinishlari rosa ham chiroyli chiqdi. Mana yaqindan ko'rsatib beraman. Bu upakovka pulli bo'ladimi shunda? Albatta, bu upakovkamiz siz bundan oldin reklama qildingiz-ku bir kishilik adyollarni. Narxini aytdingiz. Bu narxiga bu upakovka pul qo'shiladi. Kimdirga boshqacha upakovkalarimiz ham bor. O'shaning uchun albatta adyolni ustiga ozgina narxi qo'shiladi. Qarang, chiroyliligini qarang, bu adyollarimiz yartillaydi o'zi ham. Tozasidan mana ochaman, qarang mana. Yart qiladi. Qarang buni bilesligini qarang. Boshqalarga o'xshagan bu xira adyol emas. Chunki karvon korxonasi xalq xizmatida deymiz-ku, o'shaning uchun yartillagan tozasini devanga solsangiz ham shunaqa chiroyli turadiki, endi qo'yaverasiz. O'shaning uchun xira. Karvon korxonasiga biz karvon korxonasi hech kim raqobatchi emas. Raqobatchimiz to'liq xalq uchun harakat qilib tozasini olib kelamiz. Qichitmaygani, chang chiqmaygani olib kelamiz. Qarang, mazza qilib bileskini ko'ring mana. Yartillaydi o'zi ham. Tilloligi mana qarang. Zo'r tovlanar ekan. Zo'rmi? Tovlanishiga. Xuddi ayollarni bilesk qo'yadi yuzlariga, kremlar, upalar, pudralar. Bu ayollar o'ziga qaraydi-ku, bu yanimi? Bu tayyor qilib kelingani Xitoyda. Tabiiy. Va tabiiy pomada, upa, atir sepib tayyor qilib kelingani bemalol. Shunga aziz obunachilaringizga aytib qo'ying-da. Qayerdan olsalar adyollarni shoshilmasdan olsinlar. Adyollarni. Aldanib qolmasinlar, arzonligi uchun, xiraligi uchun. Keyin yotganda, adyolda yotib, o'ranib yotganda hidi kelgan adyollar ham bor. Chunki bu adyol neftdan bo'ladi. O'sha qaysidir nimasidan bo'ladi. O'shaning uchun tozasi bo'ladi adyol behijolat. Lekin adyollarimiz narxini juda ham arzon qo'yib yubordingiz aka. Detskiy adyolni ham bozordan bu narxga men o'zim ham topolmaganman. Bir paytlar navbatga ishga kirishimdan oldin. Hozir bizni do'konimizda mana shu detskiy adyollarimiz 65 ming so'mdan. Lekin siz bir kishilik adyollarni 65 ming so'mdan qo'yib yubordingiz. Nima uchun? Hozir kunda bilyapsiz, ko'p dunyolarda urush bo'lyapti. To'polon bo'lyapti, neft problema. Bu mahsulotlarimizga, hamma materiallarga ham, bu mahsulotlarimizga hammasiga ko'proq neftga aloqasi bor. O'shaning uchun neft oshgan. Xitoyda ham bu mahsulotlar oshgan, dollar ham oshgan, neft ham oshgan. Xitoy narxini ham oshirgan. Bizga uni qizig'i yo'q. Bizga foyda qoladi, aytganingizdek, ozgina qoladi. Obunachilarimiz duo qilsalar, bundan olgan odam duo qilsa, bizga o'sha Alloh o'sha foydani munchani katta qilib bizga ko'rsatib qo'yadi. O'shaning uchun bekordan bekorga biz aytmaymizki, karavan korxonasi xalq xizmatida bekordan bekorga aytmaymiz. Shuning uchun bizda mahsulotlar iloji boricha arzon qilib berishga harakat qilamiz. To'g'ri aytyapsiz. Buni ham 65 ming so'm, bu ham 65 ming so'm biz upakovkasi, to'g'rimi? To'g'ri, shunga hayron bo'ldim. Qanday degan, O'shaning uchun har bitta tadbirkorda o'ziga yarasha sir-sinoatlari bo'ladi. Bularchi aka, mana bu taxlanib turganlar. Bular xudo xolasa inshaalloh hozir boshlayapmiz. Yangi partiya kelgan Xitoydan adyollarimiz hamma rasvetkalaridan, kilosi har xillaridan, bir kishilik, 1,5 kishilik, 2 qavatli, qo'sh qavatli, zarli, zarsiz hammasidan keyin eng zo'rlaridan kelgan mana. Hozir qarang, buni qarang, gulini qarang, yangi 2026. Ko'ring bularni, yaqinlashtiring. Narxlarini xudo xolasa sabr qilsalaring, ilib turib, xudo xolasa ilib chiroyli qilib rasvetkalar qilamiz. Xudo xolasa Instagram, Telegram, YouTube'larga chiroyli qilib obzor qilamiz. Eng zo'rlari kelgan. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Sog' bo'lasizlar.